Aziz yurtdoshlar, kecha dori berilmadi. Shuni hisobiga kecha dori chiqarmadim, sepmaganimiz uchun. Har kuni endi 1-2 kun orasida to'xtatib olamiz, shu uchun chiqarmayman. Agar sepiladigan bo'lsa, chiqarib boraman, xudo xolasa. Mana bulan bo'yi hozir 170 santimetrlar kelib bordi. Tizzadan o'tdi. Xudo xolasa. Bu yoqqa pomidorni ham urug'ini ekib qo'ydik. Buni xudo xolasa ko'chatini tayyorlab. Yana yerimiz bor dalada, xudo xolasa uni ham ishlari boshlanadi endi. Pomidor ko'chat tayyorlab shu yoqqa ekamiz.